Inshaalloh va'daga muvofiq выключатель va rozetkalar qo'yilgandan keyin xonalarda ichini ko'rsatamiz. Yuvdik mana. Ana. Ishning maza qiladigan joyi mana shu yer. Mehnatingiz mahsulini ko'rgandan keyin maza qilasiz. Xonalarni ichi. Bu yerda kompyuter xonasi. Chunki bu yerga internet ulanadi, kompyuterlar qo'yiladi. Mana u pitani olib keladigan, kompyuterga pitani beradigan nima? Kabellar. Bizga olib kelgan kabellar shular. Yana qolgan xonalarni ko'rsatamiz, xudo xolasa hozir yana video davomida. Mana. Yana bitta xona. Aytganimdek shaxmat shaklida yonib o'chadi. Orasida endi bu yerda avariyli lampa yo'q. Shuni hisobiga hamma lampalar yonib turibdi. O'zi shundoq tabiiy yorug'likka juda katta e'tibor berishgan. Lampa bilan xonaning yorug'ligi tabiiy yorug'lik. Narigi tomondan olib ko'rsatish kerak, qancha darajada yorug'lik bo'lishini mana. O'qigan ko'zlar charchamas bu o'yinlarga. Mana fasadda bo'yash ishlari davom etmoqda. Sportzal qismi. Hali lampalar o'rnatilmagan. Oddiygina mujazgina